وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Alloh taolo haqni butun dunyoga yoyib qo'ygan bo'lsa, oldingda, yon atrofingda haq ahlini chiqarib qo'ygan bo'lsa, shunchaki ko'zni kattaroq ochsa ko'rsa-yu, siz qaramasangiz, haqni qidirmasangiz, dunyoni quvib pul topish uchun har qanday xorlikdan qaytmasa, hatto dunyo uchun jonini qurbon qilsa, haqiqatan Allohning mana bu jazosi haq bo'ladi. Xalqim, prezidentim, biz qochamiz desak bizlarni otib taylayapti. Bormaymiz desak urushga majburlab, urib majburlayapti. Ba'zilarning murojaatlari chiqyapti. Ya'ni bizni majburlayapti, qiynoqqa solyapti, bormasang qamoq muddatingni cho'zamiz deb qo'rqitishyapti degan videolar chiqyapti. Shunaqa holat bo'lsa ham bormaslik kerak. Ularni qiynoqlaridan qo'rqib borsangiz, oxiratingiz-chi? Ularni qiynoqlaridan qo'rqib borsangiz, oxiratingiz-chi? Robbana innaka man tudkhilin nar faqat akhzaytah va ma liz-zolimin min ansor. Ey Robbimiz, sen agar kimni jahannamga kirgizsang, dar haqiqat uni sharmandai sharmisol qilsan. Insonni eng katta zarari, uni eng og'ir xorligi, sharmandaligi jahannamga kirishligidir. Chunki shunday imkoniyat berilib, ya'ni bu hayoti dunyo va unda haq bilan botilni ajratib, ko'rsatib berilib, sizga mana bu imkoniyatki abadiy oxirat hayoti uchun yoki abadiy baxt, saodat yoki abadiy badbaxtlikka erishadigan imtihon deb ochiq oydin oyatlar bilan aytilsa-yu, inson bundan foydalanmay abadiy do'zaxga yuz tutishi, bu haqiqatan xorlik. Xorlikki sizga berilgan bu imkoniyatdan foydalanmasligingiz sizga berilgan aqldan, berilgan umrdan, sog'ligingizdan, rizqingizdan foydalanib mana bu abadiy saodatni qo'lga kiritmasligingiz haqiqiy sharmandalik. Agarda bu haq yashirin bo'lganda ham bir mayli edi. Uni dunyo kezib izlab topish kerak bo'lgan narsa bo'lsa ham unchalik ajablanilmas edi. Alloh taolo haqni butun dunyoga yoyib qo'ygan bo'lsa, oldingda, yon atrofingda haq ahlini chiqarib qo'ygan bo'lsa, shunchaki ko'zni kattaroq ochsa ko'rsa-yu, siz qaramasangiz, haqni qidirmasangiz, dunyoni quvib pul topish uchun har qanday xorlikdan qaytmasa, hatto dunyo uchun jonini qurbon qilsa, haqiqatan Allohning mana bu jazosi haq bo'ladi. Ertangi abadiy hayotingiz uchun qayg'urmagan, o'zingizdan qidiring aybni. Kattalarga, boshliqlarga ergashganingiz ertaga sizni qutqarmaydi. Sizga uzr ham bo'lmaydi. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laytana ata'ana Alloh va ata'ana ar-rasula. Yuzlari olovda aylantirib kuydiriladigan kunda ular qaniydi biz ham Allohga itoat qilganimizda va payg'ambarga, Allohning rasuliga itoat qilganimizda edi deb nadomat qilishadi. Va qalu robbana inna ata'na sadatana va kubara'ana fa adalluna as-sabila. Yana ular aytadiki, Parvardigoro, dar haqiqat biz boshliqlarimizga va kattalarimizga bo'ysundik. Bas ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirishdi dedi. Robbana atihim zi'fayn minal azab va la'anhum la'nan kabira. Parvardigoro, sen ularga azobni 2 hissa qilib bergin va ularni katta la'nat bilan la'natlagin dedilar. Boshliqlarga ergashib jahannamga tushishingiz, nadomat qilishingiz sizni ularga alamdan 2 hissa azob so'rashdan boshqa narsaga yaramaydi. Sizni jahannamdan qutqarmaydi. Hozirda ham dunyoga aldanib, oxiratini unutib, tirikchilik bahonada ibodat qilmasdan faqatgina pul yig'ish g'amida o'tib ketayotganlar, oilasidan uzoqda, farzand tarbiyasidan yiroq, na o'zlarini ibodatini qilmay, oxiratga yengil qarayotganlar, ko'zingizni oching. Bu dunyo o'tib ketadi. Ertaga sizni na boshliqlaringiz, na oila farzandlaringiz sizga yordam bera olmaydi. Ayniqsa mana bu g'ayridinlarning urushiga aralashib beradigan puliga yoki fuqaroligiga yoki majburlaganliklarini bahona qilib urushga ketayotganlar, ko'zingizni oching. Sizni hayotingiz, sizni joningiz boshqalarnikidan ustun emas. Ya'ni meni majburlashdi deb borishingiz sizni oqlamaydi. O'lib ketsangiz oxiratingiz kuyishi mumkin. Alloh saqlasin, chunki u yerda o'rislar zulm bilan ukrainlarning yeriga bostirib borib, ularni o'ldiryapti. Agarchi ikki tomon ham kofir bo'lsa ham, bu yerda zulm bor. Kofirlarga qo'shilib hayotingizni barbod qilmang. Oxiratingizni kuydirmang. Ba'zilarning murojaatlari chiqyapti. Ya'ni bizni majburlayapti, qiynoqqa solyapti, bormasang qamoq muddatingni cho'zamiz deb qo'rqitishyapti degan videolar chiqyapti.
Shunaqa holat bo'lsa ham bormaslik kerak. Ularni qiynoqlaridan qo'rqib borsangiz, oxiratingizchi. Bu masalani aslida hukumat boshliqlari aytish kerak. Ularga bizni, ya'ni fuqarolarimizga tegma deb. Chunki ijtimoiy tarmoqlardan chiqishib prezidentga, hukumatga murojaat qilishyaptiki, bizni qutqaringlar deb. Lekin bunday qilinmayapti. Aksincha, o'lganni ustiga tepgan qilib, majburan borganlarni ham qamoq jazosi bilan jazolashyapti. Eng ajablanarlisi, o'zini musulmoncha ko'rsatib, xalqimni ogohlantirish meni diniy burchim deb har ikki gapini birida musulmonlarga yordam berishlik uchun Allohning yo'lida borganlarni gapirib, ularni shubhaga solib, adashganlar deb aldab charchamayotganlar mana bu bechoralarni gapirmayapti. Ha, diniy burching bo'lsa, ogohlantirmaysan o'shalarni ham. Arzimagan dunyo uchun ketib qolishyapti. Borib o'sha yerda xor bo'lib, itdek o'lib ketishyapti, bedarak yo'qolishyapti. Bu narsa ochiq oydin ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti. O'rislar ularni tepkilab, xo'rlab, majburlab jo'natyapti ba'zilarini. Nega jimsan? Vatandoshlaringning joni qisiqmasmi senga? Nega gapirmaysan? Nega boshliqlaringga aytib, yordam beraylik xalqimizga demaysan? Chunki sen yolg'onchisan. Seni diniy majburiyatim deb sayrashing musulmonlarga qarshi fitnadan boshqa narsa emas. Sen shunchaki o'risni xizmatchisisan. O'risni dushmani seni dushmaning. U seni adashib qoldi deb tinmay gapirayotganlar o'sha o'risga qarshi urushganliklari uchun boshliqlaring gapir degani uchun gapirasan. Agar haqiqatdan diniy burchim deb bilganingda shuncha odam borib o'rislarni bayrog'i ostida o'lib ketyapti, bir og'iz gapirib qo'ymading. Xabarlarga ko'ra, O'zbekistondan urushga borib o'lib ketganlar, bedarak yo'qolganlar soni aniqlangani 500 ga yaqin. Aslida bundan bir necha barobar ko'p deyilyapti. Nega qayg'urmaysan? Boshqa joyga ketganlardan bir necha 10 barobar ko'p u yoqqa ketayotganlar, u o'lim topayotganlar. Allohim musta'an. Musulmonlar haqida esa to'xtamaysan. Yoki senlarning vazifang Allohning yo'lidagilarni to'sishmi? Vaholanki ular haqida Alloh taolo aytganki, Robbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi robbikum fa amanna. Robbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Parvardigoro, albatta biz Robbingizga iymon keltiring deb iymonga chorlovchi jarchini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nidolarini eshitdik. Eshitdik-ku iymon keltirdik. Parvardigoro, bizni gunohlarimizni mag'firat qil. Qilgan yomonliklarimizni nomayu amalimizdan o'chir va bizlarni yaxshilar bilan birga vafot toptir dedi. Robbana va atina ma wa'adtana ala rusulika va la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Parvardigoro, bizlarga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsalaringni bergin, ato qilgin va bizlarni qiyomat kunida rasvo qilmagin. Albatta sen va'dasiga xilof qiluvchi emassan dedi. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بس ربلari ularni duolarini ijobat qildi. Aytdiki, albatta men sizlardan biron bir amal qiluvchi na bir erkakni, na ayolni amalini zoyi qilmasman. Zero sizlar biringizdansiz. Bas vatanlaridan hijrat qilgan, diyorlaridan quvilgan, meni yo'limda aziyatlar chekkan va meni yo'limda jang qilib qatl qilingan zotlarni gunohlarini o'chiraman va ularni taglaridan anhorlar oqib turadigan bog'larga kiritaman. Bu Alloh huzuridan bo'lgan savob mukofotdir. Zero eng go'zal savob mukofot Allohning huzuridadir deydi.